Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz obunachilari. Mana ko'rishimiz mumkin. Navro'z arafasida turibmiz. Surxondaryo viloyati hokimining sa'y harakatlariga asosan mana bu yerda bozorda ancha obodonlashtirish ishlari bo'ldi. Mana ko'rishimiz mumkin. Muzrabot tuman markaziy bozori, oziq-ovqat bozori, do'konlar ozmoz achinarli ahvolda edi. Mana ishlovlar berilib, qurilish ishlari bo'lib, mana Xudoga shukr, ancha bozorimizni chiroyiga chiroy qo'shilib qoldi. Ko'rishimiz mumkin. Mana sementlar qilinib, yaxshi ishlovlar berilib, mana bu ko'chamiz ham achinarli ahvolda edi. Mana asfaltlar bo'lib, mana ko'rishimiz mumkin. Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov sa'y harakatlari bilan mana shu ko'chamiz ham, bozorning orqa tomonidagi ko'chalar ham chiroyli asfalt bo'lib, ancha tadbirkorlarga ham, taksistlarga ham, bozorga kelib ketuvchi fuqarolarga ham ancha qulay bo'ldi, ancha yaxshi bo'lib qoldi. Mana ko'rishimiz mumkin. Ulug'bek Qosimovlarga rahmat. Sheram ozmoz o'nqir, cho'nqir, alg'ov, dalg'ov, chang, shamol, to'zon bo'lib yotib edi. Mana shunday ancha yaxshi asfaltlar bo'lib, ancha obod ishlari bo'lib qoldi. Mana bu bozorimiz ham mana ko'rishimiz mumkin. Juda ayanchli ahvolda edi. Mana bunday ishlovlar berilib, uborka tozalik ishlari bo'lib, mana bozorimiz ham yangi qurilgan, mana yarmarka bozorlarimiz ham ancha obod bo'lib qoldi. Mana ko'rishimiz mumkin. Mana to'yxonani oldida ham yomg'ir yog'sa suv ko'llab raso ahvol bo'lib yotib edi. Mana asfalt bo'lib, fuqarolarimizga ancha qulaylik bo'lib qoldi. Mana ko'rishimiz mumkin. Xullas, mas'ul rahbarlarga rahmatlar aytamiz. Mana ulug' Navro'z ayyomida turibmiz. Ulug' ro'zai Ramazon oylari. Barcha mehnati ketgan mas'ul rahbarlarga rahmatlar aytamiz. Yana kichik bir iltimosimiz borki, shu bozorga tegishli transformator yo'q. Shu Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimovdan iltimos qilardikki, faqat bozor uchun xizmat qiladigan alohida transformator o'rnatib berishini ham shaxsan iltimos qilib so'rab qolamiz. Tadbirkorlarning ham iltimosi shu. Hammaga rahmat, xayr, salomat bo'linglar.